Viloyatimizda elektr ta'minotini yaxshilash, eskirgan transformatorlar va elektr uzatish tarmoqlarini zamonaviy texnologiyalar bilan yangilash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Sirdaryo viloyati hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati tomonidan elektr ta'minoti sohasidagi yangilanishlar bilan tanishtirish va aholi xabardorligini oshirish maqsadida joriy yilning 11-iyun sanasida ommaviy axborot vositasi vakillari hamda blogerlar uchun Guliston hamda Yangiyer shaharlariga maxsus press tur tashkil etildi. Dastlab Guliston shahar elektr ta'minoti korxonasida bo'lib, qilinayotgan ishlar natijasi bilan tanishildi. Kurs qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida biz Guliston shahrida 35 ta transformator punktlari, 72 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlashni rejalashtirib olganmiz. Hozirgi kunda 19 ta transformator punkti hamda 35 kilometr havo tarmoqlarini mukammal ta'mirlashdan o'tkazib, energiya inspeksiya ko'riklaridan o'tkazganmiz. Bundan tashqari 100 dona transformator punktlarini joriy ta'mirlash hamda 200 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini joriy ta'mirlash rejalashtirib olganmiz. Bu bosqichda 50% ishlar bajarilgan. Bundan tashqari Prezidentimizning 330-sonli kambag'allikdan farovonlik sari qaroriga asosan 3 ta og'ir mahallalarda elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bunda 505 kilometr liniya hamda 4 dona transformator punktlarini yangilash, rekonstruksiya va modernizatsiya qilish rejalashtirib olingan. Bundan tashqari, viloyatimizda 50 ta obyektdan 47 tasida hozirda qurilish-montaj ishlari olib borilmoqda. 4530 dona temir beton tayanch ustunlardan 4237 donasi tegishli obyektlarga yetkazib berilgan.